Assalomu alaykum komanda a'zolari. Men Ersax kompaniyasidan shu badlarni olgandim. Spirulinani buqog'imga glukozaminda poliartritim bor edi. Shunga olgandim. Alhamdulillah, mana shu 10 kun bo'lgan bo'lsa olganimga, уже poliartrit kasalligim juda og'ir o'tayotgandi. Cho'kkalab o'tirganda oyoqlarimda juda ham uzilib ketadigan darajada, 10 minut o'tirib turganimda uzilib ketadigan darajada og'riq bo'lardi. Уже 10 kun ichida mana shu uzilib ketadigan darajadagi sanchaqli og'rig'im yo'qoldi. Alhamdulillah. Mana shu qattiq og'rig'i yo'qoldi. Ana endi sekin-asta inshaalloh qolgani uyushib qolishlari, qotib qolishlari ham yo'qoladi degan umiddaman. Haligi juda kuchli og'rig'im qolmadi. Alhamdulillah, rahmat Ersax kompaniyasiga, Zarnigorga ham rahmat kattakon. Menga shu kompaniyadagi badlarni tavsiya qilgani uchun.